Это bizani uyimiz. Диспансер закрыт уже, официально закрыли, людей не принимают. Bo'shash haqida ariza yozishyapti. Ishsiz yurishibdi. Mana borib nechta joyga qaytib kelishdi, chasniylar ham olmayapti. Shuncha bemorlar bor. Hamma tarqalib norozilik bilan ketilyapti-da hozir. Norozilik bu yomon narsa. Это разбиты многие судьбы. И мне очень жаль, что все закрывается. Endi hozir bizlar shunday uloqtirib yuborishdi. Hammamiz xodimlarimiz yuribdi. Yangi joyga o'tkazamiz deyishdi, lekin o'tkazishmadi. Nechilamiz ham chala qoldi. Dispanser yopilgan, bemor qabul qilmayapmiz. No, seravno og'ir kasallar mana shu joy qulay bo'lganligi uchun haligacha kelib turibdi. Yordam so'rab turibdi. Что 80% сотрудников остались без работы. Assalomu alaykum. 3 yil oldin poytaxtdagi onkologiya shifoxonalari binolarining sotuvga qo'yilishi katta shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. Buning natijasida esa binolar sotuvdan olingandi. Lekin bugun ushbu masala yana kun tartibiga qaytdi. Shahar onkologiya dispanserida ishlovchi xodimlar va bemorlar bundan norozi. Bugungi reportajimizda bu yerda ishlovchi ishchilar va bundan tashqari davolanayotgan bemorlar bilan suhbatlashamiz. Toshkent shahar onkologiya dispanseri poytaxtimizning markaziy va xaridorgir nuqtalaridan birida joylashgan yashil hudud. Sog'liqni saqlash vaziri Asalbek Xudoyorovning buyrug'i bilan Shifo maskani respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya markaziga qo'shilyapti. Yiliga 10 mingdan ortiq bemorga xizmat ko'rsatadigan dispanser 4,6 gektar maydonda joylashgan. Sir emaski, O'zbekistonda ham onkologik bemorlar davolanadigan shifoxonalarda joy tanqisligi yuzaga kelishi allaqachon kuzatila boshlangan. O'zbekistonda 100 mingdan ortiq saraton xastaligi bilan kurashayotgan bemor bor. Onkologiya xizmatlariga talab yuqori bo'lgan vaziyatda shifoxonani bitta tibbiyot muassasasiga birlashtirgandan ko'ra eskisini saqlab qolgan holda o'rinlar sonini ko'paytirish kerak emasmi degan savol tug'ilishi tabiiy sizda. Biroq afsuski, aqli jig'ildonining foydasiga ishlaydigan ayrim amaldorlar og'ir kasallik bilan kurashayotgan bemorlarning haqqini tuya qilishdan, o'z manfaatlari yo'lida ularning so'nggi umid maskanini tortib olishdan tap tortishmayapti. Ularning onkologiya shifoxonalari o'rnini egallashga urinishi birinchi marta emas. 3 yil avvalgi jamoatchilikning qattiq noroziligidan keyingina Toshkent shahar onkologik kasalliklar shifoxonasi va Toshkent viloyat onkologik kasalliklar shifoxonasi binolari va inshootlarini sotish bo'yicha auksion to'xtatilgandi. Afsuski, eng yomon kutilmalar yana amalga oshadigan ko'rinadi. Ma'lum bo'lishicha, xodimlardan bo'shash haqida arizalar yozdirib olinyapti. Ishchilarning keyingi taqdiri esa noma'lum bo'lib qolmoqda.